Ey, bu qaqaslıqda nем бар, ey? Üşüma sen degan yengishang mu? Nima ish qilamiz bu qaqaslıqda? Juice tereymiz. Juice deganlar yama ish unga narsa u. Undi gol qiliblam satamiz. Oldi bilan biz bozor tashirlar. Boshda metab qilsa odamni qishig'i berib. Qirgan nima? Pok. O'g'it qadag'an diqqatni qishig'i berib, boshlab ekilsa, men o'g'it ashada bilan deyishman. Anda yarlik diqqatning birini tepib, juice tereydigan. Shanzoni qishig' ekan. Hozirgi baliq qanday ulayotdi? Shuni Shanzon egallaydi. Tushundingmi? Dapaqani nima qilib kelsansiz? Poqchi tepib, Shanjonni qishig'i birmayga. Meni qashibga kirsan. Poqchi nimani yerga kirsan, poqchi nima qilaman? Juice meni yerga kirsan. Mana Beksaptı şıkkını ilvalıcıma, diqqanı beğenmişsen kemmeydi bir yerge. Ucuma poqlu ne? Ustam! Siz poqchi ma? Ha? Yama poqlar sizning ma? Meniki barmiki shuning orasida. Buyoq keling. Ne bo'ldi? Poqon satamsiz. Ha? Ya, ma poqlan satamsiz. Qig. Manda qigding ha? Ma qig poqlan satamsiz. Sotma. Biz bir mashina olaylik degan. Elinglar. Amsa o yoqqa bilib bera. Ustam! Ey ustam! Va? Ma juice'lar sizning ma? Bug'doy bu. Bug'doymi bu? Juice satmamsiz. Jusay va terg'al o yerda. Qada? Bir mashin juice olmoqchi to'qa bizning boshliqqa u saqlatdi. Ha, ma'qul. Sap ketding layiqcha. Bek sapchina poqchi. Ayna poqchi. Poqchi ne? Meni qishimga. Juice'chini Shanzonni qishib ekilsa. Juice'chi siz oqmay kiygan odam qishaqasiz. Qig poqchi siz güzel taqadimni qishaqab bering. Siz alamtınız. Ha. Qulungizdagi beksabdan jingima, bam yenaymi ish chaypirni. Tugab. Siz ma aldigan? Ha, men. Qanchalik olsangiz? Sizda qanchalik bor? 1.300 ga tugaklik bu. Jeqili. 1.7lik bo'lsa. Hammasini olay. Ya o sizin o bizimle qayda aldı ya? Cınlap ya bizime qayda aldı ne adette? Shu tonlab satimiz. Tonlab? Hamsilib ne qilsangiz? Shaharga chiqib sotaman-da. Bu ne? Shaharda nima qildi o? Yeydi nima ish qildi? O. Mujnim yemda? Oldingizda 2 mashina olgan birsi akatda edi. Nima ish qila o ishki mashina? Ne? Yeydi o. Ha? Kim yeydi o? Bunun bozori bek keng deyman. Ba'zi uylarda et degan modern ishga sap yeydi o. Ba'zilari tuxum bilan qo'rib yeydi. Ha? Uning ustiga oshxonalarda lag'maning siyqil demasmi shuni? Uju, ha? Yeydigan yerjiq bu lag'man qilib yeydi, montib yeydi, juvoq yeydi, qo'rib yeydi, har xil yil bu ne? Ha? Oshinim yeydigan ketdimi? Kelib. Ziroq yaqindan kelib o'zlari aktiv yeydiganlari bor, uni tabiiy deb. Voy ya. Et degandan sirt kechlik bozorlarda buni mayda joli qilib yeydiganlar bor, uni suvda pishirib yeydiganlar bor, undan jembin ko'z qilib yeydiganlar bor emasmi? Ala sharingda, ha? Buni hozir bozor bek yaxshi-da, ha? Bundaq biroq xalta 3 qo'ylarga to'g'ri keldi. Xogo ham malachar xalga kirib, ziq o'tkazib, bir ziqni 3 qo'ydan ilib bisib yeyadi uni. Oh. Ajab men ko'makdim buna. Tuttirab madaq so'rab baqsam, mashina ishlab chiqishga qanchalik odam ketadi o? Maningga shu butun mayaldagi adam qo'y qala 1 yilda aran chiqirdi. 8-yillik chiq odam ketamda. Ha? Bozor yaxshi bo'lgan kunda ham bundan hozir butun oyliklar muxili hammasi qilyapti. Bizning oydim shu, men, oylam, bolam, uchimizda shu 4-5 mashina chiqiramiz. Shu adam 4-5 mashina chiqara olamizlar? Va u bizning o'zimiz qilgan ish mushtusa shu qanday u chiqamsak chiqdi-da. Buni bir qo'shnimiz bor, birami o yerda qo'rshab o'zi bilet olgan qilib olgan. Ne yeldin mashina deb kelib, naqmaydan terib, qo'rib yeb ketdi. Bizgo yeb zerikdik da Allohga bak tetib ketgan tabiiy yerlik deb. O'xshaydigan şey. Shu. O'z terib yavtamda. O'rgamavati deyman, miyoqdan chiqirib bo'g'cha, oyoqdan talishib yavotdi hozir. Yeb chiq odam ketadi ekan uningga. Rostashini yemda? Yeydi, yemay nima ish qildi? Tegizib berib men mashining lag'man yeyib ketadi. Ma tarafda bormi? Ba. Ay meni bir apara bir yeb kelay shu. Ma. Men dikkat kirib o'yidan bir xalt chiqay, aktiv yeb yiqamamsa. Qo'pavoy. Ketgancha kelsangiz bersam bo'ldi yana. Voy yo'q qilaman.
Kim yeydi o bir narsani? Bugungi xizmatim pokiz